Assalomu alaykum Vodillik fermer obunachilari. Xo'p, bugun sizlarga o'rdilarimiz ratsionini ko'rsatamiz. Qaysi o'rdilarimiz nima yeyishini ko'rsatamiz sizlarga. Siz kuzatib boringlar. Bizga obuna bo'lmaganlar nihoyatda ko'p. 95% odam ko'ryapti, prosmotr zo'r olyapti, Xudoga shukr. Lekin obuna bo'lishmayapti. Obuna bo'lib qo'yinglar Instagram, YouTube'ga. Vodillik fermer obunachilariga konkurs davom etyapti. Bir oyda ichida 10 mingta bo'lishimiz kerak. Davay bosamiz. Video tomosha qilinglar. Tak, obunachilarimiz. Mana uni granulani yosh cho'jalarga beramiz. Eslangda bo'lsa, Oqbosh laqabli bilan narigini alohida qilib yangi katiga qamaganman. Ashla yeyapti buni. Buni mana shu jomchaga solib, sal suvga uvitib, yumshatib beramiz. Shunchalik darajada yumshoq bo'ladi. Bunga 2 ta yoki 3 ta tuxum aralashtirib, to'g'rab, lekin beramiz buni o'zini. Buni o'zini vitaminiga yarasha, tuxumniki ham teshib chiqmaydi-da. Tuxumda ham vitamini yaxshi bo'ladi. Shuning uchun tuxum ham qo'shib beramiz. Tezroq yaxshi rivojlanishi uchun. Katta o'rdilarimiz ham oddiy bug'doy. Yo'g'ida makka aralashtirib beraman, yo'g'ida shu bug'doyni o'zini beraman. Bizning ratsionimiz shu. Tarvuz po'choq, har xil baylar, har xil meva-chevalarda shunaqa nimalarni beramiz qolganini. Hozir don berayotganimni ham ko'rsataman. Kuzatib turinglar. O'rdilarimiz kutyapti. Don berishimizni. Mana hozirgacha donimga 2 ta tuxum qo'shib aralashtirib keldim. Aytganimga buni yosh cho'jalarga bergan. Hozir ko'rasizlar. Qani, yuringlar-chi. Ichkariroqqa yuringlar, ichkariroqqa. Ochib tur. Solinglar, urib tashlanglar-chi qani. Qani solinglar. Qani, bular ham yaxshi katta bo'lyaptimi ekan? Nima deysizlar? Bular 3 mahal xuddi shu yemdan yeydi. Bularga ham shu baymay salat deydi bularda tilida. Salat beramiz-da bularga. Tarvuz po'choq. Unisini qonni to'q shekilli. Mendan qo'qishyapti bular yegan. Bo'pti, boringlar, uringlar. Mana katta partiyamizni ozuqasi qanaqa qilib beramiz mana. Ratsionni bug'doy bilan makka. Makkani har doim ham beraman. Onda-sonda go'y-go'yda beraman. Aslan bug'doy yeydi. Jalodnilar mana. O'zi kechgacha tashqarida yurgan, mana eshiklari ham ochiq. Baribir qo'lda don bergani boshqacha ekanda bularga. Kuzatib turinglar, hozir don beramiz. Eshikni ochsam chiqishvalatda. Hoppa, ketdi. Boshinglar. Talpani qarang, talpan. Talpani qarang.